Xo'sh, yaxshi. Mana bo'ldi. Oke, mana shu yerga tushib olaman. Keyin chiqib topolmayapti. Ishqilib iloyim topolmasin-da, topolsa ham iloyim topmagan bo'lsin-da, topolsa ham ko'rmaganlikka olsin-da, ishqilib chiqib topolmasin-da. Bo'ldi, mana chiqib topolmaydi. Mana shu yerda qishloqdan zerikib charchadim. Mana shu yerda jim o'tiraman. Chiqib topolmaydi endi mana. La. Qo'y, Jitel, qishloqqa chiqa qol. Ha, nima deysan? Короче, bugun tug'ilgan kun bor ekan. Iztirobga ketsak, bitta xona qurib o'sha yerda bir mazam qilib o'tirsak. Bo'ldi, ayt, davay, aytamiz, davay, tug'ilgan kun uyushtiramiz bugun. Let's go, tug'ilgan kun qilamiz, davay. Yo, buzilib ketdi. Nima buzyapsan, ahmoq? Xo'sh, hammasi yaxshi. Okay, let's go. Hammaga salom bilan Maesturmik va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz nima qilamiz? Короче, xo'sh, bizda sunduq bor va tashqariga chiqsak, Jitel, salom, qalaysan? Strobik, uzoqroq turgan. Strobik, короче, bitta Jitelni tug'ilgan kuni bor ekan, shunga bitta narvarni uychani qurib, o'sha yerga bazm qilishimiz kerak ekan, короче, shoshilinch mashlar bo'pti. Strobik, let's go, gaplashamiz. G'alati, bu Jitel obunachilar bizga nimalar deb ketdi. Hammanglar tug'ilgan kun bo'lsa uyni qurib beramiz, lekin bu obunachilar mayli ishi demay bo'lib ketibdi. Qurishga qurib beraveramiz. Navbatdagi obunachilar bu g'alati, juda ham g'alati. Sababi kimga tug'ilgan kuni bo'lishi mumkin, hech qanday ma'lumot bermadi, lekin ishlarim ko'p dedi. Hammanglar tort yo syurpriz rejalashtirilgan degandek ishlar bilan band bo'lishi mumkin. Mayli, tushunamiz uni ham. No'xatga obunachilar albatta hamma kanalga obuna bo'lsin, videoga like bosib, izohlarda albatta sabzi so'zini yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Bu juda ham muhim. Obunachilar, sizlarga aytsam, bu narsalarni qilmasangiz videolar chiqmasligi mumkin. Albatta videolar chiqmasa bu juda ham yomon degani. Obunachilar, albatta men kuniga 3 tadan video olishga maksimalniy harakat qilyapman. Shuning uchun albatta bu ishlarni qilishingiz kerak. Bularni esa merga topshiramiz. Xo'sh, janob mer, yo'q ekan-ku. Hammanglar xo'sh, janob mer. Sho'mi divani zo'r ekan. Davay divanni ustiga sabzilarni tashab ketamiz har holda. Hammanglar bo'pti, let's go, chiqib ketamiz. Jinursin, mana bu devor yupqaligidan o'tib qoldi. Mer shunaqangi pastda o'zi yupqa devorlar ishlatadi. Xo'sh, hammanglar obunachilar, mayli. Unday bo'lsa biz noldan yo'q. Bu uy ozgina torli qilamiz. To'rtburchak qilishimiz kerak. Bu uzunchaqroq obunachilar. Shuning uchun biz noldan uy qurganimiz yaxshiroq. Shuning uchun davaydi biz noldan uy quramiz. Let's go, podpisчиклар. 1 2 3 uchiq ber. Xo'sh, birinchi o'rinda biz daraxtlar terib kelamiz va undan so'ng ozginagina toshlar ham terishimiz kerak. Toshlardan keyin biz to'rtburchak uy quramiz. U taxminan necha bo'ladi? Xo'sh, yaxshi. Bitta daraxt, ikkita daraxt, uchta daraxt, to'rtta. Albatta sizlar Minecraftda nikingiz qanaqa? Bu juda ham qiziqarli. Albatta buni ham kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Xo'sh, obuna bo'lgan bo'lsanglar, bu juda ham ajoyib degani. Xo'sh, nice, okay, tushundim. Mana bu daraxtlarni buzib olamiz. O'zi kimga tug'ilgan kuni bo'lishi mumkin, men shunga hayron qolyapman. Kirkani olib kelish kerak. Podpisчиклар, kirkani olib kelish esimdan chiqibdi. Hozir bir yo'lda tosh olib ketardim kirka olganda. Shuna ovora bo'lish shartmi degan obunachilar. Hammanglar nima ham der edik. Peshonada shu bor ekan, shularni qilamiz obunachilar. Albatta o'tgan videoni ko'ringlar, shunda mana bular qayerdan kelganini bilasizlar. Va mana bu narsa emas, sizda Google, ya'ni ko'mir deb qo'ygan, lekin Minecraft bug bo'lib shunaqangi narsalar beryapti. Buni qanday bo'lgani bo'lsa, o'tgan safargi videoda ko'rishingiz mumkin. O'tgan safargi video Fermer Minecraft kanalida uyimni yoniga bomba yotib oldi degan nomli video bo'ladi obunachilar. O'shani ko'rsanglar, hammasini tushunib bilib olasizlar. Uni ko'rmasanglar, bu videoda ba'zi narsalar tushunmasliginglar mumkin. Agar mana hozir tushuntirib boraman, qaranglar. Tushunishinglar uchun obunachilar, wow, просто bomba obunachilar. Minecraftga qanaqadir pak qo'shganimda o'shanda menimcha bug bo'lib aralashib ketdi shekilli. No'xatga yana bilmadim. Necha obunachilar to'g'irlanib ketadi, to'g'irlanmasa o'zimiz to'g'irlab olamiz. Let's go obunachilar, bizga birozgina emas, bu yerda sirli ko'l obunachilar. Nima bu yerda qanday mashinalar chiqib qolsa? Yo'q, mashinalar chiqmaydi. Lekin u chiqishi ham mumkin obunachilar. Albatta ehtiyot bo'laverish kerak obunachilar. Bizga yaqinda qishloqda zombi apokalipsis boshlanadi deyapti. Shu zombi apokalipsisga ham tayyorgarlik ko'rib qo'yaverish kerak.
Gapiraverib charchab ketdim. To'g'risi, aybga yurmaysiz obunachilar, bu joyi qirqilib ketish kerak. Agar montajda unutib qoldirmasam, unutib qoldirsam men bor uzr so'rayman. Let's go obunachilar. Давайте, xo'sh, хорошо. Mana toshlarni teramiz. 2 3 4 5 6 7 xo'sh 59 60 61 62 63 64. Nice. Bu kerak emas. Xo'sh, yaxshi oki, mana bu ham вообще kerak emas. Endi bo'lsa biz birozgina yana daraxtlar chopib olamiz va birdaniga o'zimizni tug'ilgan kun house, ya'ni tug'ilgan kun uchun qurilgan uyimizni tayyorlab olamiz. Let's go. Menimcha shuncha yetsa kerak, bemalol yetadi-da, ubunachilar yetadi. Xo'sh, bu yerda qandaydir sigirlar buni o'ldirish kerak. Sababi bizga go'shi birozgina kerak. Haram. Yalla habibi birodar, haram. Xo'sh. Hop, tug'ilgan kun uchun qayer mos tushishim mumkin? Qayerga qursak bo'ladi? Shuncha uy tug'ilgan kun uchun alohida uy qurish kerak. Yo'qmi, obunachilar, davaydi mana shu yerga quramiz. Xo'sh, 1 2 3 kelamiz. Mana shu yerga 1 2 3 хорошо, bu qanday bo'ldi? Xo'sh, kelamiz. Mana shu yerlarga ketdi. 1 2 3. Okey, mana shu yerdan 1 2 3. Ну, хорошо, подписчикlar. Imba plus imba. Endi bo'lsa biz birozgina daraxtlarimizni maydalab olishimiz kerak bo'ladi. Barchasini emas, ну, хотя kerakligini. Xo'sh. Okey, mana shunday. Shunday bo'ladimi? Yo'q, bu yerni shunchaki yopib tashlaganimiz ma'qul deb o'yladim. Sababi hamma tomonda deraza ham bo'lavermaydi, obunachilar. Xo'sh, bu yerga mana shunday qilamiz va okey, bu tomondan ham ikkitalik deraza ketsa va o'rtada ikkita eshik. Juda ham ideal kombinatsiya, podpischiklar. Juda ham ideal bo'ladi. Xo'sh, yaxshi. Imba obunachilar, sizlarga aytsam, juda ham chiroyli tug'ilgan kun uchun uy chiqyapti. Bu yerga mehmonxona qursa ham bo'ladi, ya'ni boshqa qishloqdan kelganlar uchun yangi mehmonxona, tunab qolish uyi desa ham bo'ladi obunachilar. Albatta, merimiz davron chiqib boshqa jitellarga mana shu yerda yotib qolish uchun pul to'laysan demasa, albatta bizda bloklarimiz kam qoldi, yetadi degan umiddaman. Hali pol ham bor, polni ja bo'lmasa tosh bilan ham qurib yubora qolamiz. Xo'sh, birozgina sukut saqlashga majburman. Hurmatli podpischiklar, yaxshi tushunarli. Bor yo'qolsin ham. Okey. Mana shunday. Okey. Ну, хорошо, podpischiklar, mana shunday qilsak hammamizga ajoyib ko'rinar ekan. Ну, давай. Okey, oynalar hammasi o'z joyida bo'ldi, eshik ham o'z joyida. Endi bo'lsa tom qismini qilishimiz kerak bo'ladi. Shibalo bo'lachilar. Xo'sh, hozir men uyga borib kelib, mana bu blokni yarimta qilib kelishim kerak va qolganini esa video davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Modlarni qayerdan olamiz desangiz, modlar Telegram kanalida 100 ta bo'lganimizdan so'ng hammasi yuboriladi. Xo'sh. Okey, yaxshi. Okey, mana bularni shundayligicha olamiz va mana buni maydalab olamiz. Okey, va bizga lapata kerak bo'ladi. Okey, lapatani ham olib olamiz. Xo'sh, endi bo'lsa biz birdaniga mana bu uyni polini to'g'rilashimizga kerak bo'ladi. Xo'sh, nice. Okey, polini birdaniga to'g'rilab ketamiz. Juda ham ajoyib bo'lgan polni yaratishga harakat qilaman, lekin birinchi o'rinda albatta tom qismi bo'ladi deb o'ylayman. Yo'q, menimcha tom qismini taxtadan qilmasak ham bo'laveradi, lekin taxtani tayyorlab qo'yganmiz, ming afsus. Lekin taxtani polga ham ishlatib yuborish mumkin, chunki nimaga desangiz, shunga. Xo'sh, yaxshi. Okey, nice. Xo'sh, taxtalarni qo'yib chiqamiz.
xato. Xo'sh, xato hech qisi yo'q va mana shunday, mana shunday. Sizlarga aytsam obunachilar, buni bir qator qo'yib chiqsak ham zarar qilmaydi, chunki tagida havo aynalib tursa, hech chirib ketmaydi. Uzoq yillargacha mustahkam bo'lib ishlab beradi deb o'ylayman, lekin bu o'ylashim uzoqqa yetmaydi, chunki bizga taxtalar yetishmovchiligi bo'lyapti. Menimcha bomish staylda davom ettirsak kerak, qolgan joyiga ya'ni qolgan joyiga shunchaki tosh bilan davom ettirib ketib, mana shu qismga tosh bilan davom ettiramiz. Nega tosh bilan qiling desangiz, men bu yerga pechkalar qo'yamiz yonib ketmasligi uchun deb javob beramiz obunachilar. Hamma narsaga bahona tay. Xo'sh obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Jo'rsun bitta eshik olib kelibman. Hammanglar buni to'g'rilab qo'yamiz. Oynalar olib keldim va yana bir ikkita stullar o'tirish uchun albatta obunachilar. Jin ursin, mana bunday bo'lib qoldi. Bu yerga alohida qandaydir chiroyli bir nima zona quramiz, короче, bir tomosha qilishni bir nima, короче, bir nima yaratamiz obunachilar. Dizaynni ishlatish kerak obunachilar. To'g'rimi? Dizaynni ishlatish kerak. Dizayn qayerda qoladi? Biz dizaynni ishlatmizga obunachilar, to'g'rimi? To'g'ri. Bu yer premium joy bo'ladi, ya'ni alohida mehmonlarimiz uchun o'tiradigan joy. Ajoyib, wonderful obunachilar, wonderful. Wow, просто bomba chiqdi obunachilar, sizlarga aytsam. Mana shunday qilamiz va bu yerga hamma yo'lga stullar qo'yib chiqsak, bu juda ham ajoyib bo'lgan bo'lar edi deb o'ylayman. Nimaga hamma 4 ta tomoniga 4 ta qo'ymayapsiz desangiz bo'lmaydi. Bizning qishloqda nechta odam bor? 4 ta, 8 ta, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ta, 20 ta odam, 20-chisi qayerda o'tiradi? Sizlar mana shu yerda o'tiradi. Bu let's go obunachilar, bitta eshik qo'yib qo'yaman. Bizni tug'ilgan uyimiz wonderful chiqdi, lekin merdan o'zi topilmayapti obunachilar. Merda bir qishloqdan qidirib ko'rsakmikin obunachilar. Xo'sh, janob mer qayerdasiz? Janob mer, bu yerda nima qilyapsiz? Chiqing, tug'ilgan kunga kelishimiz kerak. Esrovik, jim bo'ldi, gapirmanga, men bu yerdan chiqishni xohlamayman. Nima chiqishni xohlamaysiz? Hozir bir urayman, nimaga bu yoqqa chiqing, bo'ldi. Bo'pti, hozir chiqaman, bo'ldi, faqat deyman. Qayoqqa qoldingiz? Ha, shu yerda ekansiz. Bo'ldi, hozir chiqyapman. Ha, bo'ldi, let's go obunachilar, mana bu yerda ham topdik. Endi bo'lsa tug'ilgan kun maroqli o'tkazamiz. Sizlar bilan Maestro Kulning videogacha